Assalomu alaykum. Bugun raqohat turini 5-darsiga keldik inshaalloh. Bugun oxirgi dars desa ham bo'ladi. Ya'ni harflarni o'zini mashq qilishning oxirgi darsi 6-darsdan imtihon bo'ladi. Ya'ni hamma harflarni birma-bir yozib, kompozitsiya qilib, ya'ni komponovka holatida topshirilishi kerak bo'ladi. 6-dars. Xo'p, 7-darsdan biz murakkabot qismiga o'tamiz. Ya'ni har bir harfni shu alifbodagi hamma harflarga qo'shib chiqamiz, qo'shiladiganlariga qo'shib chiqamiz va shu tarzda murakkabot harflarni ham o'tib bo'lganimizdan keyin jumlalar yozib, inshaalloh raqohat turini ham tugatamiz. Xo'p. Bismillah, boshlaymiz. Ha harfi. Undan oldin biz bir narsani bila olishimiz kerak. Bilsanglar, Nasx Buxoriy xat turida ha harfining osti qanaqa edi? O'shani bir ko'ra olishimiz kerak. Misol uchun biz yozardik. Nasx Buxoriy desam, Nasx xat turimizda bizda ha harfining osti xuddi shu ko'rinishda edi. Ya'ni biz ha harfini yozsak, xuddi shu ko'rinishni olamiz. Ya'ni uni osti bunaqa. Shundan iborat. Ya'ni shuni mashq qilganimizdan biz ha harfini yozishimiz ancha osonlashgan. Riqohat turini ham xuddi shu ost qismini yozishni o'rganib olishimiz kerak oldin, bosh qismiga o'tishdan oldin. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? 1,5 katidan boshlaymiz. Ya'ni birinchi katini yarmidan, ikkinchi katini oxirigacha tushish kerak. Yarim oy yozib olamiz hozir oxirigacha oldin. Misol uchun yarim oy yozamiz deganda, oxirida qayiltirib tekis ketadi. Ya'ni yozganimizda xuddi shu ko'rinish chiqadi. Mana bu joyda sin qolish kerak emas, faqat hozir men sizlarga ko'rsatayotgan paytim shunaqa uzilish bo'lib qoldi. Lekin yozayotgan paytda qarang anaqa bo'ladi. Va keldi. Keyin sirazi o'sha tekislik boshlanadi bu yog'iga. Ya'ni bu yoqdan o'sha sillu, misol uchun yapalosimon bo'lib keladi. Bu yog'iga o'sha tekis ketadi yo'q. Tushundingizmi? O'zini anaqasidan, o'zini boshidan bir nuqta chiqib turadi bu yoqqa. Unchalik juda katta ham bo'lmaydi. Misol uchun Nasx xatiga o'xshab juda ham katta bo'lmaydi. Juda ham kichkina bo'lmaydi. Endi bosh qismini qo'shamiz bunga. Bosh qismi qanaqa bo'ladi? Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ostiga ulanib ketgan bo'ladi hozirgi qismi. Misol uchun bundoq, keyin bundoq. Va oxiriga misol uchun bundoq qo'shib qo'yilish orqali bizda ha harfi paydo bo'lyapti. Mana bu qo'shilgan bo'ladi. Endi hozir buni original yozuvini yozib ko'rsataman. O'zini haqiqiysini ko'rsataman, qarang. Bu bizda ha harfi. Ya'ni riqohat turidagi ha harfi. Hech qaysi xat turida bunaqa ha harfini ko'rmagansiz. Ko'rgan bo'lsangiz, yana ham yaxshilab ko'rib oling. Bu riqohat turidagi ha harfi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni Nasx Buxoriyda bizda ochuv bo'lardi. Xuddi shu joyni mana bunday yopib qo'yganimizdek bo'lib qoldi. Shundan ilhomlanibmi bilmadim, sulus xat turida ham xuddi shunaqa ha harflarni uchratishingiz mumkin. Masalan, sulus xatini olaylik-da. Qanaqa yozilardi ha harfi? Misol uchun bir harfga, misol uchun alif ko'lamoqchi bo'lsang, alif ketdi yog'iga, bu yoqdan tushirib qo'yiladi bundoq. Sulus xatiga xos edi bu. O'zini ham yozayotgan paytimiz xuddi shunaqa narsa bor edi, misol uchun. Bundoq kelardi. Ketgani, misol uchun bundoq tushirib qo'yilardi. Qanaqadir harf yozmoqchi bo'lsak, o'zidan ham qaytib kelardi kerak bo'lsa, misol uchun. Bu sulus xatning o'ziga xos joylarida qisman shu mana riqohat turidagi ha harfi ham shunga o'xshab ketadi, qisman. Ya'ni o'zini qayilishini. Xo'p, bu ha harfini o'rganib oldik. Qoidalarni eslatib o'taylik, qarang. Bir nuqta chiqib turishi kerak. Bir yoqdan bu yoqdan ham. Tushundingiz? Hop, ost qismini ko'rsatdim. Endi ayn harfiga o'tamiz. Hop. Ayn harfi. Xuddi shu ayn ost qismi bir xil bo'ladi. Ko'z qismi har doimdek boshqa xat turlari bilan bir xil. Ko'z qismi bo'ladi bu va ost qismi. Bu ayn harfi. Bu yerda nima xato qilish mumkin? Misol uchun tushayotgan paytingizda, misol uchun mana sinib qoldi. Mana bu ham misol uchun unaqacha yaxshi o'xshamadi. Shu joylarni e'tiborga olib, mana bunaqa ko'rinish olish kerak. To'g'rirog'i mana bu joy.
bunaqa yozsangiz bunaqa yozsangiz xato chiqadi. Xo'p, shu narsalarni e'tiborga olamiz. Video juda uzun bo'lib ketib qoldi. Shunga shu yerda to'xtatamiz. Buguncha ha bilan ayn harfi bo'ldi. Shunda 6-dars imtihon bo'lmaydi bizda. Imtihon 7-darsga o'tadi. Keyingi darsimiz bizda ro, va va mim harflar bo'ladi. Ya'ni 3 ta harf o'z ichiga olgan bo'ladi. Xo'p, buguncha o'zi yetadi. Inshaalloh yo'salarni yaxshilab qilib gruppaga yuborib qo'yamiz. Assalomu alaykum.